Xo'p, aka, mana bu dollaringiz eski dollar ekan. 2009-yilgacha ishlab chiqarilgan. Buni biz qiymatidan $5 kam olamiz. Mana bu dollaringiz yangi dollar. Buni o'zini qiymatida olamiz. Buni $95 dan olamiz, buni $100 qiymatda sotib olamiz. Hozir ko'p joyda uchratyapmiz mana shunaqa holatlarni. Dollarni eskisiga, yangisiga qarab narx tushib ketyapti. Bularning ikkalasining narxi bir. Mana bu eski tusdagi 2009-yilgacha ishlab chiqarilgan $100 ham narxi $100. Buni 5% kam yoki $5 kam olish noqonuniy hisoblanadi. Mana bu yangi dollar esa hozir 100% $100 qiymatda sotib olishadi. Qaraysiz, sizga oddiy bitta misol bilan tushuntiraman. Olib keling. Mana ikkita 5000 talik, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. Mana bu ikkalasini qiymati qanday bo'lsa, mana buni ham bularning ham qiymati xuddi shunday. Bu bilan magazinga kirib bitta non olmoqchi bo'lsangiz, bu bilan ham kirib bitta non olasiz. Buni bizlar 4,5 mingdan qabul qilamiz deyishga hech kimda haqqi yo'q. Xuddi shunday, mana buni ham bizlar $95 dan qabul qilamiz deyishga hech kimda haqqi yo'q. Agar bozordami, biror bir savdo markazlaridami, qayerdadir shunaqa holatlarga duch keladigan bo'lsangiz, sizlar Markaziy bankda ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Agar mana shu ko'rinishdagi eski tusdagi $100 qiymatini 5% yoki $5 tushirib olamiz deysa. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga borib qo'yishni unutmang.